biz bir kishiga agar ozgina moliyaviy bir miqdorni berib amonat sizga desak, shu amonatimizga xiyonat qilsa, umr bo'yi uzoq muddat bu bilan qadrdon birodar bo'lgan bo'lsak ham xiyonat sababli, xususan o'zimizning molimiz bo'lsa, tamomiy aloqamizni uzamiz shunda. Buni tamomiy yaxshiliklarni esdan chiqaramizda, bu eng yomon odam deymiz. Ammo Alloh tarafidan bizga amonat qo'yilgan kitobi sunnatlarni buzyapmiz. Bu narsani hech kim amonatga xiyonat qilyapti deb bilmaydi. Chunki bizga shariat ozgina moliyaviy miqdordagi boyligimizcha qadri qolmadi birodarlar. Buni shariat hukmiga amonat qo'yilgan kishilar shariatni buzgan vaqtimizda hech qanday qadri qolmadi. Balki shu darajada tubanlashdikki, mabodo islom ummatiga bironta shunday amonatli kishini Alloh nasib qilayotgan bo'lsa, biz shuni haqqida dunyoda eng yaramas odam qolmagandek, shundan boshqa yaramas odam qolmagandek shuni yomonladik. Shunday mahallamizda biror bir pok bir endi poklik yo'liga harakat qilayotgan bir kishini Alloh bizga nasib qilayotgan bo'lsa, shu mahalladagi hamma inson buni yomon ko'rdiki, yer yuzida bundan yomon odam yo'q deb yomon ko'rishdi. Bunday millatga Allohning nusrati kelmaydi. Bunday tuban millatga Allohning yordami hayb bo'ladi. Bunday millat albatta xor bo'ladi. O'zining haq farzandlarini tanimagan millat hech qachon xor bo'lishlikdan boshqasi yaramaydi. Shariat hukmi bizlarga oddiy bir boyligimizcha bo'lgan qadr qolmadi birodarlar. Biz yana nima uchun bu islomga bir yordam bo'lmayapti ekan degan narsani kutishligimiz. Bu millatga modomiki islomga xiyonat qilar ekan, islomni pok o'zi qadrlamas ekan, islom farzandimizdan, mol davlatimizdan, uy-joylarimizdan, ota-onamizdan, suyimlik qarindoshlarimizdan hammasidan qadrli bo'lgandagina Allohning madadi bizga keladi.